rangida boring. Nima telefon olding? Tez yo'qot degan gapni adresdan eshitmoqchimisiz? Unda sizga Apple kompaniyasini xonavayron qilgan iPhone 17 Pro Max obzor qilib beramiz. Hali korobka ochilmagan. Masla. Ha, bu telefonning korpusi o'ta nozik ekanligi haqida hamma eshitib bo'lgan, shuning uchun ehtiyotkorlik bilan ekranni ochamiz. Xo'p, 16 Pro Max dan qo'lga ushlaganda nima farqi bor deysizmi? Men qattan bilay, bittada chexol qo'yganman har doim. What? Alyuminiy korpus nima farq beryapti? Nisbatan yengilroq. 16 Pro Max ga qaraganda nisbatan yengilroq. Korobkaning ichidan nimalar chiqadi? Har doimgidek eng shidri iPhone bizga USB beradi va hech kim hech qachon o'qimaydigan kitobcha. Lekin bugun biz ham o'qimaymiz. Pow! Eng katta pluslaridan biri. Agar siz telefonda kattaroq videoroliklarni montaj qilgan bo'lsangiz yoki uzoqroq vaqt davomida o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz, endilikda bu ishni maza qilib amalga oshirsangiz bo'ladi, chunki telefon o'zini o'zi sovita oladi. Buning uchun esa maxsus alohida funksiya qo'shilgan. Va aynan shu modelimizda 2 terabaytgacha variantlari bor. 16 Pro Max dan farqi, endilikda 17 Pro Max operativ xotirasi 12 GB, 16 da 8 ida. Telefon ekran yorug'ligi nisbatan kuchliroq chiqarilgan, ya'ni bitta funksiyasi. Endilikda siz katta fayllarni o'tdan o'tga kopировать qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 soniyada 10 GB materialni bemalol o'tkaza olasiz. 1 soniyada 10 GB. Bu 8 ta yaxshi kачестводagi kino degani. Har doimgidek bu safar ham kamera bizga yengilliklarni doda xo'jasini tayyorlab qo'ygan. Endilikda uchala kamerasi ham 48 megapiksellik. Bu degani qo'shimcha funksiyalarning hisobiga uzoqdagi kadrlarni yoki sredniy kadrlarni juda yaxshi sifatda olishingiz mumkin. Ya'ni bitta takoy fishkalardan biri endilikda kamerani fokus olishi, ya'ni aynan bitta detalga e'tibor qaratishi anchagina kuchaygan. Telefon nisbatan baribir og'ir. Pro Max da har doim og'irroq bo'ladi, lekin alyuminiy korpusi hisobiga oldin aytganimizdek anchagina nisbatan yengilroq. Endi menga farqi yo'q. Nima bo'lsa ham baribir bu modelni olishim kerak deydigan bo'lsangiz, uni olish uchun oylab pul yig'ishi umuman hojat yo'q, chunki endilikda uni iSell dan muddatli to'lovga chiroyli narxlarda bemalol olsangiz bo'ladi. iSell ga kelaverasiz, biz chiroyli narxlar qilib beraveramiz. iSell, keling, ilojini qilamiz.